Assalomu alaykum. Kunning muhim yangilik va hodisalari bilan bugungi zamon. Isroil generali Eronga qarshi urush tugamadi. Elya Zamirgaga ko'ra yangi bosqich boshlanmoqda. Asosiy maqsad G'azodagi nazoratni bartaraf etish deydi general. O'zbekiston prezidentining Mo'g'ulistonga tashrifi yakunlandi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Mo'g'ulistonga tashrifi yakuniga yetdi. Eron sulhni buzsa, AQSh Isroilga harakat erkinligini beradi. Bu haqda The Washington nashri xabar bermoqda. Seshanba kuni sulh tuzilgandan keyin Isroil tomoni Isroil tomoniga raketa uchirgani haqida xabar berdi. Eron harbiylari o't ochishni to'xtatish rejimini buzmaganligini bildirgan. AQSh prezidenti Donald Tramp AQSh Eronga yangi zarba berishi mumkin. Uning so'zlariga ko'ra, Tehron uranni boyitish dasturini tiklasa, bu sodir bo'lishi mumkin. AQSh Eronga zarbalar natijasida yetkazilgan zararni qoplashi kerak. Bu haqda Eron tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Said Xatibzoda ma'lum qiladi. Eron bu borada BMTga murojaat qildi, deydi vazir o'rinbosari. Eron Isroil foydasiga jasuslikda ayblangan 3 kishini qatl etdi. Eron hukumati chorshanba kuni Isroil razvedka agentligi uchun josuslik va mamlakatdagi yuqori martabali amaldorlarga suiqasd uyushtirishda ayblangan 3 kishini qatl etganligini e'lon qildi. Isroil armiyasi Hizbullohni moliyalashtirgan bankirni o'ldirganini tasdiqladi. Bu haqda Isroil armiyasining matbuot kotibi ma'lum qilmoqda. Eron AQSh bazasiga bergan zarbasidan maqsad Qatar suverenitetini buzish emas. Bu haqda Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Arag'achi Al Arabiya gazetasiga bergan intervyusida ma'lum qildi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz hozircha shular. Bizdan uzoqlashmang, obuna bo'lib qo'shishni unutmang.